Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi kechamizga xush kelibsiz. Sizlarni ushbu tantanalar saroyida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun 333-reys qatnovi bilan Tabriklaymiz shou agentligi o'z tabrigini boshlaydi. Iymonning oxiri nurli kelajak, jannatga kalit yo'q namozdan bo'lak. Maqsad yo'q savob ish qilmoqdan bo'lak. Allohim suyganlar to'ylar muborak. Kutilgan, sog'inilgan va orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Bu oqshomga yer va osmon butun borliq intizor. Sabab berur toza iymon ikki ko'ngil beozor. Sof tilaklar, pok niyatlar beqiyos ixlos bilan jamdur bugun qadrdonlar, do'stu yor. Abduvohidjon, Nasiba oy, vaqtingiz ziyoda bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'ygan ilk qadamingiz qutlug' kelishidan umidvormiz biz.